Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, Yaratganning mehri, nazari tushgan bizning zamindan Shayx Umar Bog'istoniy, Hoji Ahror Vali, Abu Bakr Shoshi, Abu Sulaymon Banokati kabi aziz avliyo va allomalar yetishib chiqqanini tarixdan yaxshi bilamiz. Ayniqsa buyuk alloma Oyxo'ja ibn Toshxo'ja Zangiota nomi bu muborak zotning Toshkent viloyatidagi ziyoratgohi musulmon olamida ma'lum va mashhurdir. 12-asrning ikkinchi yarmida yashab o'tgan Zangiota, asl ismi Oyxo'ja ibn Toshxo'ja, Markaziy Osiyo mintaqasida 9-12 asrlarda yuz bergan ilmiy madaniy yuksalish, ya'ni ilk sharq uyg'onish davrining yirik namoyandasi sifatida o'z davrida ilmu ma'rifati, halol mehnati, odamiyligi, hikmatlilik va rostgo'ylik fazilatlari bilan dong taratgan. Asl kasbi cho'pon bo'lgan Zangiota mahalladoshlarining chorvasini boqib, eldoshlariga xizmat qilgan. Bu zot o'z hayotini tasavvuf ilmiga boy Naqshbandiya va Yassaviya tariqatini o'rganishga bag'ishlab, O'rta Osiyo bo'ylab islom dinini targ'ib qilgan. O'z davrining din va tasavvuf, hikmat va ma'naviyat rivojiga ulkan hissa qo'shgan mutasaffif va avliyo bobokalonlarimizdan biridir. Zangiota xalqimiz orasida islom dinining keng yoyilishi va shariat ahkomlarining joriy etilishida alohida xizmat ko'rsatgan ulug' avliyolardan biri. Uning silsilasi otasi Tojiddin Xo'ja, bobosi Abdumalik Xo'ja va bobokaloni Mansur ota orqali bevosita Xo'ja Ahmad Yassaviyga borib taqaladi. Manbalarda qayd etilishicha, Zangiota poytaxtning eski shahar yaqinidagi hozirgi Samarqand Darvoza mahallasida tug'ilib o'sgan degan taxmin keltiriladi. Shayx Arslonbobning 4-avlodi, ya'ni evarasi bo'lgan, bug'doyrang inson bo'lgani uchun uni Zangiota deb chaqirishgan. 25 yoshida 12-asrning oxirlaridagi Xorazm shohi Bug'roxonning 40 yoshli qizi Anbar onaga uylanadi va hozirgi Toshkent viloyati hududida yashaydi. Zangiota qishlog'iga aynan shu zot asos solgan. Rivoyatlarga ko'ra Zangiota taxminan 86 yil umr ko'rgan. Anbar onaning o'zi doyalik bilan shug'ullanib, elga xizmat qilgan ekan. Zangiota va Anbar ona taxminan 13-asr oxirlarida ketma-ket 1 yil orasida vafot etishgan. Kunlardan bir kun Zangiota sevikli ustozi Hakim otaning vafotidan xabar topib, darhol Toshkentdan Xorazmga jo'naydi. U ustozining qabrini ziyorat qilgach, ta'ziya rasm-rusumlarini o'tkazadi. Anbar onaning iddasi tugagach, uning uyiga boradi va piri Hakim otaning tul qolgan zavjasi Anbar onaga sovchi kiritadi. Rashohot kitobida keltirilgan ma'lumotga qaraganda, Anbar ona sovchiga "Men Hakim otadan keyin hech kimning nikohiga kirishni istamayman" deb rad javobini beradi. Va shu zahotiyoq Anbar onaning bo'yni qiyshayib qoladi. Sovchi noumid qaytib, Anbar onaning rad javobini Zangiotaga yetkazadi. Shundan so'ng Zangiota piri Hakim otaning karomat yuzasidan Anbar onaga "Hali shoshmay tur. Bir oz vaqt o'tgach, mendan ham o'tgan bir odamga musohib bo'lasan" deb aytgan so'zlarini sovchi orqali Anbar onaga eslatadi. Shundan so'ng Anbar ona bu hol taqdiri azalning ishi bo'lib, Hakim otaning ko'nglida karomat yuzasidan ayon bo'lganini anglaydi. Shuningdek, Hakim otaning ko'nglida kechgan karomat ayni vaqtda g'ayb ishorasi bilan Zangiotaga ham ayon ekanligini sezadi va ko'p yig'laydi. Anbar ona taqdirga tan berib, Zangiotaga turmushga chiqadi. Uning bo'yni yana asl holiga keladi. Zangiota
Anbar onani Toshkentga olib keladi. Zangi ota bilan Anbar onadan bir necha farzandlar dunyoga keladi. Ular ham otalari kabi pok, e'tiqodli, adlu, insofli kishilar bo'lib yetishadilar va xalqni haqiqat yo'liga boshlashda rahnamolik qilib kelganlar. Yuqorida aytib o'tilgan Zangi ota bilan Anbar onaning bo'lajak nikohlari haqida Hakim otaning karomatlariga doir bir necha rivoyatlar mavjuddir. Hakim ota kitobi nomli asardagi rivoyatga ko'ra, Hakim ota qora tanli bir kishi bo'lib, Anbar ona esa oq tanli go'zal ayol bo'lgan. Kunlardan bir kun Anbar ona tashqarida g'usl qilayotgan Hakim otaga ko'zi tushadi-da, Bug'roxonning mendek go'zal qizi shunday qora kishiga turmushga chiqishining boisini endi anglabman degan e'tirozli mulohaza ko'nglidan kechadi. Anbar onaning bu mulohazasi darhol Hakim otaga ayon bo'ladi. Shunda ul zot o'z juft haloliga qarab, hali shoshmay tur. Yaqinda mendan ham o'tgan kishiga musohib bo'lursan deydi. Bu so'zni eshitgan Anbar ona ko'p yig'laydi. Ammo foydasi bo'lmaydi. Zero aytilgan so'z otilgan o'q edi. Oradan bir oz vaqt o'tgach, Hakim ota og'ir xastalanib, vafoti yaqinlashayotganini sezib, Xorazmdan o'g'illarini Boqirxonga chaqirtirib, ularga shunday vasiyat qiladi: "Mening vafotimdan so'ng 40imni o'tkazib bo'lganlaringdan keyin qibla tomondan 40 abdol keladi. Ular orasidagi bir qoradan kelgan abdolga onalaringni nikohlab berasizlar." Darhaqiqat Hakim ota vafotidan 40 kun o'tgach, Kungabotar tomondan 40 abdol keladi. Ular sidqidildan duoyi fotihalar o'qib, Hakim otani xotirlaydilar. Lekin ularning orasida Hakim ota ta'riflagan abdol ko'rinmas edi. Farzandlar otalarining vasiyatiga sodiq qolish maqsadida mazkur ta'riflangan abdol haqida so'rab surishtiradilar. Abdollar ul zot biroz kechikib kelsalar kerak deb javob beradilar. Darhaqiqat ta'riflangan abdol kechikib keladi. U Zangi ota edi. Hakim otaning o'g'illari padari buzrukvorlarining vasiyatlarini bajarib, Zangi otaga volidai muhtaramalari bo'lmish Anbar onani nikohlab topshirgan ekanlar. Zangi ota bilan Anbar onadan bir necha farzand dunyoga kelgan. Ular ham otalari kabi pok e'tiqodli, insofli, olimu fozil kishilar bo'lib yetishganlar va xalqni haqiqat yo'liga boshlashda rahnamolik qilganlar. Ba'zi manbalarda Zangi ota bilan Anbar onaning Ali Asqar ismli o'g'li bo'lgani ko'rsatilgan. Ul zotning avlodlaridan bir qismi Toshkent viloyatida Zangi ota qabristoni yaqinida istiqomat qilgan bo'lsa, boshqa bir qismi Samarqand yaqinidagi hududga borib joylashgan. Zangi otaning avlodlari orasida Podshoh xo'ja degan zot mashhur bo'lib, u Shayboniylar sulolasi vakili Jonibek sulton huzurida nufuzli amaldorlardan biri sifatida tanilgan. Uning o'g'li Hasan xo'ja Nisoriy Buxoriy o'z zamonasi shoirlarining tazkirasi bo'lmuş Muzakkiri Ahbob asarini yozgan. Bundan tashqari manbalarda Zangi ota avlodlaridan bo'lmuş Umar xo'ja, Muhammad Vali xo'ja o'g'lining oila a'zolari bilan birga 1870-yili Samarqanddan Toshkentga ko'chib kelgani haqida ham qayd etilgan. O'shanda qozilar hay'ati Umar xo'jani Anbar onaning avlodiga mansub degan qaror qabul qilgan va Anbar ona mozori ziyoratidan tushadigan daromadni istifoda etishga ijozat bergan. Bu haqdagi hujjat Zangi ota majmuasidagi 203 nafar hojilar tomonidan imzolangan. Umuman olganda, manbalarga ko'ra Zangi otaning asl nasli kimga borib taqalishi arxiv hujjatlarida muhrlangan va bu hujjatlar turli zamonlarda 170 ga yaqin sultonlar hamda qozi kalonlar tomonidan asrlar davomida tasdiqlab kelingan. Jumladan Kutub-ul Aqtob shohi Zangi bobo shajarasi, ya'ni Arslonbob nasabnomasi
hozirgi kunda o'zlarini Zangiotaning avlodlaridan deb hisoblovchi va Toshkentning Zangiota mahallasida yashovchi Jaloliddin Xo'ja Umarxonovning uyida saqlanib qolgan bo'lib, ayni vaqtda ushbu nasabnoma o'zbek tiliga tarjima qilindi. Zangiota majmuasi haqida. Zangiota qabrini ziyoratgohga aylantirish g'oyasini yaratgan Amir Temur ko'ngliga solgunga qadar bu yer 2 xonali sodda imorat, ziyoratxona va go'rxonadan iborat bo'lib, peshtoq va bezaklari bo'lmagan. Rivoyatlarga ko'ra, sohibqiron Amir Temur Zangiota qabrini topish uchun tushida aynan bo'lgan yo'riq asosida oq tuya bilan yo'lga chiqadi. Oq tuya hozirgi Zangiota qishlog'ida cho'kkan joyida Avliyo otamiz Zangiotaga Amir Temur tomonidan maqbara bunyod ettirgan. Dastlab sohibqiron Amir Temur 1397-yilda ushbu obidani bunyod ettirgan bo'lsa, 1420-yilda Mirzo Ulug'bek muhtasham yodgorlik majmuini yanada rivojlantirgan. O'tgan 6 asr mobaynida ne tarixiy o'zgarishlar u sinoatlarni boshidan kechirgan ushbu muqaddas maskan 21-asrga kelib, mamlakatimiz mustaqilligi tufayli yangi qiyofa kasb etdi. Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 20-oktyabrdagi qaroriga asosan 2014-2015-yillarda Zangiota tarixiy me'moriy majmuasi va unga tutash hududlarda keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Bugungi kunda amaldagi prezidentimiz bosh vazir lavozimida faoliyat yuritganlarida bunyodkorlik ishlariga rahbarlik qilganlar. Qadimgi madrasa binosi to'la ta'mirdan chiqarildi. Hovlidagi eski minora yangi masjid oldida 32 metr balandlikda qurib bitkazildi. Zangiota va Anbar ona maqbaralari ham butkul ta'mirlanib, majmuadagi 5 ta gumbaz qayta tiklandi. Mazkur majmua ta'mirlangach, bir-birini to'ldiruvchi inshootlar o'zaro uyg'unlashib, yaxlit manzara kasb etdi. Jumladan majmua hududida 1000 o'rinli yangi masjid, O'zbekiston musulmonlari idorasi, viloyat vakilligi hamda Zangiota ziyoratgohi yodgorlik majmuasi, nodavlat, notijorat tashkiloti binolari, 12 ta hujra, 120 o'rinli choyxona, 4 ta milliy uslubda loyihalashtirilgan shiypon, 24 ta o'rindiq, 2 ta favvora, 2 ta chashma, tahoratxona va hojatxona yangitdan qurib bitkazildi. Majmua maydoni kengaytirilib, obod maskanga aylantirildi. Majmua hududiga kirar ekansiz, 60 ta pannoda ziyoratchilarni iymon, e'tiqod, diyonat va xayrli ishlarga undovchi hikmatli so'zlar, hadisi sharifdan namunalar hamda ziyorat qilish odoblari bitib qo'yilganligiga guvoh bo'lasiz. Darvoqe sayyohlar uchun ziyorat qilish odoblari haqidagi targ'ibot plakatlari yuqori baholanib, bu xayrli amaliyot respublikamizdagi barcha muqaddas qadamjo va ziyoratgohlarda joriy etish haqida tegishli mutasaddilarga ko'rsatma berilgan. Bu yerga tashrif buyurgan ziyoratchilar 16 joyga o'rnatilgan qutilardan yangrayotgan majmua tarixi, ibratli hikoyatlar hamda Qur'oni Karim suralarini eshitib, ajib olam muhitidan bahramand bo'ladilar. Bularning barchasi inson ma'naviy tarbiyasining yuksalishiga xizmat qilmoqda. Har faslda almashib turadigan ko'rkam gulzorlar, baxmal maysalar, fayzli shiyponlar ziyoratchilar kayfiyatini yanada ko'taradi. Manzarali dov daraxtlar, tiniq favvoralardagi sharqiroq suv ajib mikroiqlim yaratadi. Keng ko'lamdagi ta'mirlash ishlarida bunyodkorlar tomonidan uning har bir jihatiga alohida e'tibor qaratilganki, yaxlit manzara har qanday ziyoratchida iliq va unutilmas taassurot qoldiradi.
Ta'kidlash lozimki, bu muqaddas go'sha respublikamizdagi ziyoratgoh go'shalar orasida eng obod va ko'p gul ekilgan hudud sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, majmua hududida kattagina hovuz bo'lib, unda turli noyob baliqlar mavjud. Ayrim ziyoratchilar orasida o'ziga xos urf borki, u ham bo'lsa hovuzga tanga tashlash odati. Hovuzdan olinayotgan tangalarning turlaridan har bir mavsumda qaysi mamlakatlardan ko'proq ziyoratchilar tashrif buyurayotganini bilib olish mumkin ekan. Ushbu tangalar yaqin hududdagi maktablar qoshida tashkil etilgan tarixiy muzeylarga topshiriladi. Xalqimizning yashash tarzi, oilada farzand tarbiyasi, madaniyati, milliy hunarmandchiligi, qadriyatlari mujassam bo'lgan bu majmua xorijliklarda katta taassurot qoldirib kelmoqda. Ushbu tarixiy majmua obod go'shaga aylantirilgandan so'ng bu yerga nafaqat respublikamizning turli hududlaridan, balki ko'plab xorijiy davlatlardan ham ziyoratchilarning tashrifi yanada ko'paydi. Har kuni 800 mingga yaqin, hafta oxiriga borib esa 2-3 mingdan ziyod sayohatchi keladi. Ziyoratgohni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish xodimlari tomonidan hududning saramjon, sarishtaligi, gul va manzarali daraxtlar parvarishiga doimiy ravishda alohida e'tibor qaratiladi. Hazrat Zangiota ma'naviyati va ma'rifati. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda tasavvuf tariqatlarini o'rganish, unga doir asarlarni tarjima qilish, atoqli mashoyixlarni maqbaralarini qayta qurish va ta'mirlashga katta ahamiyat berilmoqda. O'tgan davrda tasavvuf tariqatlariga mansub Hakim Termiziy, Najmiddin Kubro, Abduxoliq G'ijduvoniy, Hoji Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Hoji Ahror Vali, Shayx Zayniddin, Zangiota, Shayx Xovandi Tohir va boshqa ko'plab piri komillarning hayoti va ijodlarini chuqur o'rganish, ma'naviy merosidan xalqimizni bahramand etish borasida muayyan ishlar qilindi. Hazrati Zangiota ulug' avliyolardan biri hisoblanadi. Avliyolar o'zi kim va qanday xususiyat va fazilatlarga ega? Avliyo so'zining arab tilidan olingan ma'nosi Allohning do'sti demakdir. Ular buyuk tarbiyachilar, ulug' hakimlar bo'lib, insoniyatni to'g'ri yo'lga boshlovchi, ma'naviy kasalliklarni muolaja etuvchi zotlardir. Avliyolar inson qalbini turli ruhiy, ma'naviy kasalliklardan, yolg'onchilik, poraxo'rlik, chaqimchilik, dilozorlik, manmanlik, o'g'rilik, mahalliychilik, hasadgo'ylik, mansabparastlik, noshukurliklardan poklash yo'llarini ko'rsatib berganlar. Hazrat Zangiota duosi ijobat bo'ladigan, Allohga yaqin, taqvodor, orif va oshiq kishi bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda u zot komil inson bo'lganlar. Zangiota Hoji Ahmad Yassaviyning eng yaqin shogirdlaridan biri sifatida Yassaviya tariqatidagi 5-shayx darajasiga ko'tarilgan. Xalqning izzat ehtiromini qozongan. Sohibqiron Amir Temur va barcha temuriylarning hurmatiga sazovor bo'lgan. Tarixiy asarlarda ulug' muhabbat bilan zikr qilingan. Qabrlari necha aziz avliyolarning ziyoratgohiga aylangan. Zangiotaning ma'naviy martabalari g'oyat yuksak. Shu bilan birga Hazrat Zangiota chorvadorlarning piri bo'lgan. Zangiota ma'rifatining negizida esa doimo islomiy axloq turgan. Axloq insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir amaldir. U zotning ma'rifat manbalari din va diyonat va iymon, e'tiqod bo'lgan. Bu o'z navbatida butun yaxshiliklar va go'zal tarbiyani o'zida mujassam etadi. Salomlashish odobi, insonlar orasida sevgi va
do'stlikni mustahkamlaydi. Zangiota ma'rifatida inson jismi, ya'ni vujudi tarbiyasi bilan bog'liq mezonlar ko'zda tutilgan. Shuningdek, vujud sog'lig'i kabi ruh sog'lig'iga katta e'tibor berilgan. Bunda avvalo to'g'ri va sog'lom e'tiqodda bo'lish, ruhni to'g'ri va foydali ishlarga ko'niktirish lozim bo'ladi. Binobarin, taom jismimiz ozuqasi bo'lsa, ruhimizning ozuqi ilmdir. Yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda, agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz. Ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot, ikkinchisi ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat. Bilimli bo'lish, ilm o'rganish masalaning bir tomoni. Ilmga ixlos bilan amal qilish ham muhimdir. Zangiota ziyoratgohi yaqin mintaqadagi noyob va qadimiy majmua hisoblanadi. Uning turizm salohiyatidan unumli foydalanish, bu borada barcha imkoniyatlarni ishga solish, targ'ibot ishlarini yanada jonlantirish bugungi asosiy vazifalarimizdan hisoblanadi. Zero Shayx Ahmadjon Maxdum Hanafiy Naqshbandiyning qayerdaki bir avliyoning qabri bo'lsa, Alloh taolo uning hurmatidan o'sha joyga barokat beradi degan muborak kalomi ijobat bo'layotgani ayni muddaodir. Zangiota tarixiy majmuasi ana shunday ezgu sa'y harakatlarimizga sarchashma bo'lgan muqaddas dargohdir. Yurtim tarixida noming bor buyuk. Toshkent viloyatida joylashgan Zangiota tumani nafaqat tarixiy va madaniy boyliklari, balki iqtisodiy va ijtimoiy salohiyati bilan ham ajralib turadi. Toshkent shahriga yaqinligi, aholisining ziyoli va mehnatsevarligi, boy tabiiy resurslari tufayli tuman yurtimizdagi muhim strategik hududlardan biriga aylanib bormoqda. Zangiota tumanining tarixiga nazar solar ekanmiz, dolg'ali bir hayotni ko'ramiz. 1933-yilning 1-dekabrida tashkil etilgan tuman o'z hayot yo'li davomida bir necha bor yon atrofdagi tumanlarni bag'riga oldi. Kezi kelganda ularga qo'shildi. Faxriylarning aytishicha, Qorasuv tumani sobiq Kalinin tumaniga qo'shilgan. Keyin Kalinin va Orjonikidze tumanlari qo'shilib yuborilgan. Keyin yana Kalinin mustaqil tuman bo'lgan. 1975-yilda tumandan Toshkent tumani ajralib chiqdi. 1992-yilning may oyiga qadar Kalinin tumani deb yuritilgan. 1992-yildan hozirgi kungacha bu tuman Zangiota nomi bilan atab kelinmoqda. Bugungi kunda tumanda 73 ta mahalla mavjud bo'lib, jami aholi 175.600 nafar kishini tashkil etadi. Driver sohasi, sanoat, logistika va xizmatlar, qurilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash. Tumanimizda istiqlol yillarida ko'z ko'rib quvonadigan salmoqli ishlar amalga oshirildi. Iqtisodiy salohiyat yil sayin ortib, har bir qishloq va mahallalarimiz qiyofasi o'zgarib bormoqda. Mustaqillik yillari tumanimizga yangilanish epkinlarini olib kirdi. Jamoa xo'jaliklari tugatilgach, fermerlik harakatlari keng quloch yoydi. Tadbirkorlar safi kengaya bordi. Qishloqlarimiz tobora shahar tusini ola boshladi. Keyingi 4-5 yil ichida tumanimizda juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Tuman markazi hisoblangan Eshonguzarni bugun Qo'rg'on demaysiz. 1 yil ichida bu yerda bo'lgan o'zgarishlar o'nlab yillarga tatigulik. Eshonguzar City, tuman madaniyat saroyi, markaziy bog' kabi qator inshootlar bugungi Eshonguzarning jamoli-yu kamolidan so'zlaydi. Tumanning har bir hududida
olamshumul o'zgarishlar, yangilanishlar. Buning bunyodkorlari esa elim deb, yurtim deb yonib yashab, tunlar rohatidan, kunduzlari halovatidan kechib, jon va dili bilan mehnat qilayotgan fidokor insonlardir. Ularning fidoyiliklari dasta-dasta dostonlarga arzigulik. Yaqin kunlarda tuman haqida katta bir kitob bitilajak va unda tumanning bosib o'tgan sharafli yo'li, uning rivojlanishiga hissa qo'shgan barcha fidoyi insonlar o'rin oladi. Zero har bir insonning tuman rivojiga qo'shgan hissasi unutilmaydi. U ajdodlarimizga meros bo'lib qoladi. Zangiota tumani bu tarix va zamonaviy taraqqiyotni uyg'unlashtirgan katta salohiyatga ega hududdir. Qishloq xo'jaligi, sanoat, turizm va infratuzilma sohalaridagi yutuqlar tumanda yashayotgan 100 minglab fuqarolarning farovon hayotini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Davlat tomonidan berilgan keng imkoniyatlar, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, investitsiya oqimi va jamiyatdagi ijobiy o'zgarishlar Zangiotani yaqin kelajakda Toshkent viloyatining eng ilg'or tumanlaridan biriga aylantiradi.